Assalomu alaykum azizlar. Mana men bugun sizlarga fevrlikdan kelgan pochtalarimni ko'rsataman. Ya'ni bular sotish uchun kelgan. Men sizlarga hozir 396 minglik 396 minglik tovarimni ko'rsataman. Birinchi o'rinda mana bu ekspert kremi. Ichida tonalkasi ham bor, ichida SPF ham bor, 15 lik. Dog'larga qarshi dog'larni juda ham zo'r ochartirib beradi va bunga qo'shib mana bunaqa kurkuma yuz uchun niqobini sovg'a sifatida qo'shib beriladi. Keyingisi bu ajinlarga, yuzlarga namlantiruvchi kremimiz, juda ham zo'r kremlardan biri va alonisi ham bor buni. Bitta bolalar uchun 1 yoshdan keyin ishlatiladigan Dilio dushi ham ichida bo'lgan shampunlarimizdan bittasi tabiiy ishlab chiqarilgan. Keyingisi badan uchun parfumli, qo'l va tana uchun krem, ya'ni tana uchun ishlatiladigan kremlarimizdan va 2XL tushimiz, bundan bitta vitaminli sovunimiz, mana ikkita 2 dona bo'ladi. Keyingisi bu SPF 50 mana. Keyingisi bu mustahkamlovchi botanika shampuni, hozir aksiyada juda ham zo'r narxlarda chiqqan va ikkita yog'li sochlar uchun mo'ljallangan shampunimiz, botanika bu ham va yana ikkita yuz, oyoq va qo'l uchun mo'ljallangan namlantiruvchi, yog'liliklarga qarshi bo'lgan kremlarimizdan bittasi. Bu shampun ham yog'li sochlar uchun mo'ljallangan va bizda mana shunaqangi 50% skidkalarimiz ketyapti. Va 2 dona mana shunaqangi probnikcha, atirlarning probnikchasi. Mana shularning hammasi bizda hozir nech pul dedim? 396 ming so'mlik tovar bo'ldi mana shularning hammasi.